Mamlakatimizda tadbirkorlikning barqarorlik reytingi joriy etilib, 23 ta mezonni o'z ichiga olgan tizim platformasi 2024-yilning 1-martidan boshlab ishga tushirildi. Reyting darajasi tadbirkorlik subyektining yaratgan ish o'rni, soliq to'lovlarini vaqtida amalga oshirishi, eksport imkoniyatlari va mahsulot hajmi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra imtiyoz, subsidiya va preferensiyalar beriladi. To'raqo'rg'on tumanida yirik eksportchi korxona barqarorlik reytingining 1-darajasini qo'lga kiritdi. Tadbirkor mamlakatimizda faoliyat uchun keng yo'l ochilgani, har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganidan kuch olib yirik loyihani amalga oshirdi. Bekobod mahallasida foydalanilmayotgan sobiq shirkat xo'jaligi binosi unga 0 qiymatda berilgach, investitsiya shartlarini to'la bajarib, 1000 dan ortiq yangi ish o'rnini yaratdi. Jamiyat mahsulotlari bugun Markaziy Osiyo va Rossiyaning ko'plab shaharlariga eksport qilinmoqda. Bugun Namangan viloyatida 30,610 nafar yuridik shaxslar ushbu reytingda ishtirok etmoqda. Hozirga qadar tadbirkorlik subyektlarining 180 tasi mazkur reytingning 3-darajasi, 171 tasi 2-darajasi va 113 tasi 1-darajasini qo'lga kiritgan.